Men Usmonova Shahnoza Rahmonqulova, Bayot tumani, Aylako'l mahallasida istiqomat qilaman. Meni sog'lig'imda juda ham katta muammolar bor edi. Belimda 7 millimetrlik, 5 millimetrlik grija bor edi. Bu bilan bir grijamiz oyoqqa asosan, chap oyog'im umuman harakatlanishga to'sqinlik qilardi. Faoliyatim o'qituvchi bo'lganim uchun zinadan ko'tarilish, darslarda o'tirib turishga juda ham qiynalardim. Ikkinchi sog'lig'imda bo'layotgan muammo yurak faoliyati. 3-farzandim dunyoga keltirganimda men oyoqdan insult o'tkazgan ekanman. Bu narsani bilmaganman. Keyinchalik o'zini asoratlarini ko'rsata boshladi. Yuragim qisilishi, chap tomonga yotolmasligim, nafasni qiyin olishliklarim kuzatilib boriladi. Bu xastaliklarni hattoki yaqinlarim bilishmasdi. Faoliyatim o'qituvchilik bo'lgani uchun ko'proq oqqa qaragan so'z ko'zimda ham muammo bo'lardi. Yorug'likka birdan qarash, harflarni ko'rish muammo bo'lardi. Ko'zoynak taqishga to'g'ri kelgandi. Bu mahsulotlarni menga tavsiya qilgandan keyin o'zim ichib bordim. 3 oylik ichib borganimdan o'sha menga natijalar sezila boshladi. O'tirib turishimizda, hatto zinalardan chiqishda ham hech qanday to'sqinliklarga uchramadim. Asta-sekin bu grijalarni so'rilgandan keyin mahsulotlar birgina kasallik emas, yondosh kasalliklarni ham davolaydi ekan. Ko'zimdagi zirenalarim joyiga qaytdi, yuraklarim urishi me'yoriga qaytdi, qon aylanishlari, tanamdagi og'riqlar asta-sekin yo'qola boshladi. Hayotimda nur olib kirdi, faoliyatimda ham juda ham yaxshi natijalarga erishib bordim. Mana shu mahsulotlarni O'zbekistonga olib kirgan insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kimdir sizga bu mahsulotlarni tavsiya qilayotgan bo'lsa, hech qanday ikkilanmasdan iste'mol qilishlaringizni taklif qilib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.